Assalomu alaykum. Bugun bizlar Lacetti mashinamiz kelibdi ekan. Bunga qiladigan xizmatlarimiz granata qo'yib beramiz. Chexollari yirtilib, granataning ishlarına suv kirib ketgan. Qor yomg'ir sababli ichlar sinib ketdi yana. Chexollarimizga e'tibor qilib beramiz, ustalarga ko'rsatib. Gramın içindeki suları. İçini granat azam sınıp gitti yine. Muka qilishdan oldin, qor yomg'ir yog'ishdan oldin shu granata chexollaridan ko'rsatib texot qildirib turasizlar. Shunday vaziyatlarning oldini olish uchun telefon nomerlarini qoldiramiz. Shunday xizmatlar bo'lsa bog'lana olasizlar.